Короче, qishloqlar, agarda sizlar bizani kun botgunicha topa olsanglar, ya'ni kun botgunicha emas, bu juda ham uzoq bo'lib ketadi. Mayli sizlarga 3 soat, 3 soat ichida bizni topsanglar, sizlarga 1 million dollarni beramiz. O'zingizlarga do'stlar, mana shu pullarni o'zingizlar olasizlar. Faqat bitta qishloqqa olishi mumkin, to'g'rimi? Stalker? Ha, shunday. Shunday, короче, mana shu hamma narsa, hamma pullar sizlarniki bo'ladi. Ya'ni bitta qishloqniki. Yo'q, Shahis, bu pullarni qayerdan olding? Bu pullarni men bankdan olgandim va men YouTube'ga kontent qilish uchun olgandim. Shu sababdan sizlarga aytyapman. Ya'ni men Mr. Bestga o'xshamoqchi bo'lyapman. Mayli. Bo'lmasa qani nima qilib o'tiribsizlar? Hozir bizni yashirinamiz va bizni qidirishinglar kerak bo'ladi. Tushundinglarmi? Aha, bo'ldi. Qani Stalker, mana bu narsalarning hammasini oling. Bu pullarni olmasak bo'lmaydi. 8 olmasak, Shunday. Bo'lmasa bular vashshe. Mana bu bilan olsam bo'lmaykanmi? Voy. Qanaqa? Stop obunachilar. Men sizlarga o'zimni Telegram kanalimni maslahat beraman. U yerda o'zim ishlatadigan modlarni hammasini tashlab qo'yganman va u yerda bir-biridan ajoyib yangiliklarni tashlab boraman. Xullas, kanal silkasi video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Sizlarni kutib qolaman. Hammasi yaxshi do'stlar. Biza hammadan erta, ya'ni tezroq yashirinishimiz uchun o'zimizga joy qurib olganmiz. Bizani topishlari qiyin bo'lishi aniq, chunki ularni ko'zini ostini tagida qurganmiz. Ya'ni nima demoqchiman? Uyimning orqasida. Qani ketdik Stalker va menda yur. kerakli narsalar bor. Xo'p, qani bizani qidiringlar. Hali emas. Qo'ylar, hali men o'zim sizlarning telefonlaringizga xabar beraman. Tushundinglarmi? Aha, bo'ldi. Ha, Stalker, короче, biz qurib qo'yganimiz bor-da. Ketdik o'sha yerga. Dada o'sha yerga bekitib qo'ydik. To'xtang. Hozir belgi qo'yib qo'ygandim. Mana bu gulning orqasida, ya'ni mana bu yerda bo'lishi kerak. Ha, albatta, meni kallam, ya'ni miyamga qo'yib. Hech ko'rmayaptimi? Ha, sho'xli ko'rmayapti. Yo'q, orqaga qarab turibdi. Ha, to'g'ri. Asta kirib olamiz. Davay, kiring. Va buni yopamiz. Okey. Voy. Vashshi qorong'i bo'ldi-yu, bilan qo'yib chiqing. Voy, menda borda aytgancha, mana. Yaxshi ham olib kelibman. Mana shularni barchasini qo'yib qo'yamiz. Okey. Nima qildim? Mana mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Biza hozir o'zimizga kutamiz ularni. Ya'ni bizani qidirib kelgunicha bizani topilmasa ham kerak. Shuning uchun pul o'zimizda qolishi aniq deb o'ylayman. Bo'lmasa mana bu pullarni joylashtirib chiqishimiz kerak. Voy, vashshi og'irlashib ketdi. Shuncha pul, 1 million dollar, yo. Mayli, mana bu pullarni qo'yib chiqishim kerak. Okey. Shuncha pul, voy, mana bu pulni olib tashlaylar, bunga qo'ymaylar. Yer polni pul bo'ladi, to'g'risini aytsam. Hamma yer pul bo'ladi. Voy, pulni vashshi ko'payib ketdi. Mana shunga qo'yaman. Qo'yish kerak. Buni qo'yish kerak. Bo'ldi. Xo'p, qanaqa kim tezroq keladi, ha? Nima deb o'ylaysiz, Stalker? Mana shu barchasini qo'yib qo'yaman. Короче, bo'ldi. Mashga tashlab qo'yaveramiz. Bo'ldi. Hop, bo'ldi, men bo'lmasa ularni kutaman. Davay, oling. Bo'pti. Voy, mayli do'stlar, bo'lmasa sizlar ko'rganinglar deb men bularni kutib o'tiraman. Ungacha sizlar boshqa kadr, ya'ni o'zim kamera qo'yib qo'yganman, o'sha yerni tomosha qilishinglar mumkin. Hozir ko'rsataman sizlarga o'zim. Xo'p, qayerdan qidirsam bo'larkan? Hamma qidirib yuribdi. Ha, qiziq. Shahis qayerga qo'yish mumkin? Uydami? Yo'q, uyda emas. Balki qo'shnisi Stalkerda uydadir. Yo'q, uyda bo'lishi mumkin emas. Ular o'zi aytishgandi. Ha, bu yerlarga qarasam-chi, ochiq joylarda ko'p bo'ladi. Ha, mana bu katta joylarda ham bo'ladi lekin. Lekin bu yerlarda bo'lmaydi-da. Ular juda vaqtli bo'lishi mumkin. Ha, balki mana shu yerda bo'lishi mumkindir. Ha, shoshmanglar. Manda aytgancha 3 tagina tenda bor edi. Birinchi mana shu yerda yo'q, oxiri bu yerda portlataman. Bir ikkita joylarda birinchi portlataman. Ha, zo'r, ularni topishim mumkin. Mana tenda o. Hozirga mana ekan tenda. Xo'p, yaxshi. Ana endi portlataman. Qani bazza, xo'p, birinchi bo'lib qayerda? Mana bu do'kon oldida portlataman. Xo'p, yaxshi.
Va bitta tenta kerak, yaxshilab qarashim kerak. O, yaxshi. O, qanaqa nima bo'lar ekan? O. Va qani? Ha, topdim ularni. Ha, yo'q, bu yerda hech nima yo'q ekan. Ha, va balki mana bu yerda boya aytgan joyimdadir. Hop, qani shishi, mana shu yerda portlataman. 1, 2, 3, короче, ketdi. Bom, bom. Va qani ularni topdim endi, topildinglar. Ha. Ah, Janorsan, bu yerda ham yo'q ekan. Va boyagi joyda bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa, yutqazdim fikrimcha. Va mana shu yer, mana shu o'rtani portlatishga harakat qilaman. Qani 1, 2, 3, qani let's go. Portla. Wow. Va, va men topdim. Yuhu, men g'olibman. Tushunmadim. Bu yerda shunchalik zo'r narsa topa bildimmi? Nima bo'lishi mumkin ekan? Qiziq. Borib ko'rmasam bo'lmaydi-da. Qancha $1 milliard bo'lsa ya. Qani yo'q. Nima bu yerda bunchalik ko'p pul? Voy sen, bu yoqqa. Voy, men короче yutib olib ber, ko'p gapirmay. Hoppa. Tushunmadimi? Qayerga oy bo'ldi? Mani boshim nimadir bo'lyapti. Bu pullarim menga ko'rinyaptimi? Bu yerda qancha pul bor? Yo'q, qanchalik ko'p pullar. Bularni hammasini olsam ekan. Yo'q, menga biror nima bo'lyapti. Hozir tez uyimga borib, kofemi, lemon choymi ichmasam bo'lmaydi. Bu pullarni qaranglar, qanchalar ko'p. Vaylar, yo'q. Mayli, katta men boshim og'rib ketdi. Allala, qanaqa ovoz eshitildi do'stlar? Qanaqadir portlash eshitildi meni fikrimcha. Nimalar bo'lyapti ekan bu yerda? Ishqilib boyagi qishloq davomagan bo'lsin. Davomagan. Voy, to'volibdi-yu. Nima Voy, mana bo'ldi? topdim. Mana qo'yib topdim. Men endi milliarderman, Voy, milliarderman. Mayli. Topib qo'ydi-yu. Shu yerdan qamayli degandim men sizga. Молодец. Voy, qirg'ondim, yordam. Rahmat. Endi bu pullarning barchasi mengami? Albatta senga. Endi bularning barchasini olishim mumkin. Yo'q, rostmi? Orqangda xazinasiga ovqatlayman senga. Voy, vasha rahmat ekan, vasha xursand bo'ldim, okim. Mayli. Voy, qanaqadir banglar bo'lyapti, lekin juda katta rahmat. Faqat shu Ice-T'dan bitta ovali Pachka pullar. Tushunmadim. Qanaqa reklama bo'lib ketyaptimi? Stalker nima sizga pul to'laganmi? hay, to'lagan boya. Rahmat, katta rahmat. Hamburgerlarni yeyman, o'rnidan turib olaydi. Katta rahmat. Mana bu devorlarni ham zo'r quribsizlar. Mayli, voy, yana makinalar. To'la to'lamaganda. Bo'pti, короче. Bo'pti, ketdik biz. Bo'ldi, men pullarni hammasini ol. Mayli. Stalker, короче, men o'g'lim. Endi bu videoni montaj qilishim kerak. Da, Stalker sizga nima bu? qani? Voy. Mayli. Короче, men o'sha video qilishim kerak. Men obunachilarimga yana ko'rsatishim kerak. Men o'zimcha ketdim deganim, lekin men ketmadim. O'sha gap, Telegram kanalda 1000 ta obunachi yig'ilsa, men yuzimni tashlayman. To'g'rimi, Stalker? Короче. To'g'ri. Mayli, mana bu sizga bo'lmasa. Buni uncha foydasi ham tegmadi, lekin to'g'risini aytsam. Ana uni basharasini yorib, lekin Birinchi pul olsa bo'lardi. Qarang, kovlash, vash, chotki modda bu. Bom. Bu ana. Короче, do'stlar, sizlarga shunaqa modlar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimda bor. Mayli, unda men hozir obunachilarim bilan xayrlashib olay. Xohlasangiz keling, Stalker. Bu yomon, lekin juda ham katta pullarni yutdi. Buni qaranglar, pachka Endi kredit qanaqa to'laymiz? Obunachilar, shu sababdan sizlar like bossanglar, o'sha like'laringiz bizga pul bo'lib tushadi deb hazillashaman. O'sha reklamalardan pul topamiz, kreditimizni to'laymiz, to'g'rimi? Stalker. To'g'ri, mana buni ham sotamiz. To'g'ri. Bo'l, hammasini sotamiz. 100 dagi hamma narsani olib chiqing, men ham olib chiqaman. $1 million o'zib berishga o'zi bo'ladimi? To'g'ri. Hech bo'lmaganda $100,000 desam ham bo'ladi, $1 million. Mayli. Stalker, to'xtang, obunachilar bilan birinchi xayrlashib olgan ma'qul. Xo'p,
Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shaxs va stalker bo'ldik. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr. Albatta kelasi video 3 kundan keyin chiqadi. Maksimal 3 kun. Balkim 1 kundan keyin buni aytib bo'lmaydi. Sog' salomat bo'linglar. Har doimgidek oxir bitta ish qilaman, tashlayveraman-ku narsani. Ne tashlayveraman?